Assalom, men Parvoz Lider. Bugun sizlar bilan o'tgan safargi videomda bir urinishdayoq tushirgan Cristiano Ronaldoni boshqa agentlarga ishlatmagan olmosim bilan kuchaytiramiz. Endi 2000 tadan ziyod olmosim bor ekan. Hozir faqat rari kuchaytiramiz. 10 tachaga yetib qoladi. Boshladik. Qani Cristiano Ronaldoni iloji boricha yaxshiroq kuchaytirishga harakat qilamiz. Demak, birinchi o'rinda shot stresi ko'proq kerakmi? Pastdan strega bosaylikcha. Bu yerda tezligi kuchaytiramiz. Breaking overlock bonusli kuchaymoqda, mazkur 3+ dan tushyapti. Birinchi kuchaytirishda yo'q, omad yaxshi. Yana kuchaytiramiz. Boshda chiqib tursa ekan. Demak, birinchi 100 paydo bo'ladi hozir bizda. Shot darajasi 100 bo'ladi, darajasi 89 bo'lib ketdi. Yana Ronaldoni kuchaytiramiz. Menimcha keyingisi acceleration, stere, global control 90 bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, 90 bo'lmay qolarmikin. 90 bo'ldi. Yaxshi. Yaxshi kuchayapti Ronaldo. Yana kuchaytiramiz. Cristiano Ronaldo pas berish stamina. Full bo'ladimi yo'q bilmadim. Menimcha full bo'lmay qoladi mana. Sababi hozirgina darajasi 91 bo'lmay qoldi. Bu esa endi Ronaldoni full bo'lmasligiga olib keladi, lekin hech bo'lmaganda 95 lar bo'lib qolsa kerak. O'shangacha yaxshiroq kuchaytirib ko'ramiz. Iltimos, shu videomizda davomida videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unchalik ham qiyin emas bu ish. Yana YouTube kanalimni yaqinda ochmaganman. 1 yil bo'ldi ochganimga, lekin bor yo'g'i 317 ta obunachi chiqishga muvaffaq bo'ldim. Iltimos, kanalimni rivojiga hissa qo'shing. Va meni YouTube kanalimni kuchliroq qilishga harakat qiling. 100 tadan oshiq shorts videolar qo'yganman. Lekin afsuski obunachi juda ham kam. Shuncha mehnatim. Iltimos, meni mehnatimni shunchaki yo'q etishga sababchi bo'lib qolmanglar. Acceleration, stamina, STR darajalar. So'ngida bitta legendariy kuchaytirib yuborsammikin, agar olmos yetsa. O'sha 700 ta ekan. Yana bitta bossam 300 ta. Tezlik, control, acceleration. dan bo'ldi. Demak, oxirgisiga bitta legendariy kuchaytiraylikchi. Shuncha olmoslarimni ayamayapman mana shu Ronaldoga. Balkim 96 bo'lib ketar, chunki avvallari legendariy kuchaytirish 2+ qo'shardi. Hozir afsuski Elis ancha o'zgarib ketgan. Mana bo'ldi. Yog'iga boshqa kuchaytirish ketmaydi. 95 darajagacha chiqdi. Yaxshiga o'xshab ko'rinyapti. Lekin hozircha 97 bo'lguncha 5 ta 100 chiqib qoladi. Pas berish ham 100 bo'larmikin? Kim biladi. Lekin menimcha hozir yaxshi. Mayli, videoni tugatamiz. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Iltimos, obuna bo'lib, like bosishni va kommentariyalarga yozib ketishni unutmanglar. Akkauntimda 11+ kuchaygan Husan bor. Yana kim? Shu futbolchilardan olib qo'ygan. Xullas, xayr, sog' salomat bo'ling. Siz bilan Parvoz Lider bo'ldi.